Assalomu alaykum, o'rtog'im aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Mana guard iste'mol qilibsiz-a? Xudoga shukr, shular iste'mol qildik. Qalay, natijalari yaxshimi? Natijalari yaxshi, Xudoga shukr. Endi kechalari og'irdi, oyoqlar qaqshardi, hozir yo'qoldi anchagina endi. Bir 70 desa bo'ladi, endi gat berishi oson, chiqishi qiyin deganda endi sekin-sekin chiqardilar. Endi iste'mol qilib tursa, avvalo Xudo bersin shifoni, avvalo Xudoyim o'zi berganlarni o'zi yengilligini bersin. Sizlar sababchi bo'linglar o'sha daralar bilan, Xudoyim oyoqlarimizni tuzatadigan Alloh o'zi. Hamma yo'g'imizdan. Zo'r. Sababchisilar shu daralar. Bu mahsulotni iste'mol qilmasingizdan oldin, guard iste'mol qilmasingizdan oldin o'zi qanaqa muammolaringiz bor edi sizda? Oyoq og'rirdi, qaqshardi, o'tirib tura olmasdim, qiyinchilik yursam ham. Endi o'shanga chidab yurardik. Endi ilgari ham dorilarni oldim. O'sha vaksina nima tizlarning orasiga 3 marta 3 kurs oldim. 15 kun og'riq yo'qoladi, yana og'riyveradi, yana olmay qo'ydim uni. Foydasi bo'lmas ekan deb. Endi mana shu sizlar darinani eshitib qolib shu oluvdik. Endi foydasi bo'ladi, kechqurun og'riqlar yo'qoldi. Yurganda ozgina og'riydi. Az-ba'zi sal qattiqroq ba'zida yo'qolib shunaqa bo'lib turibdi hozircha. Endi hammasi ham birdaniga yo'qolmasa kerak endi. Asta-asta deyiladi hammasi. Sekin-sekin yo'qolib ketadi. Endi birinchi kursni oldik. Endi bu yerda mana birinchi kursdan tugay deb qoldi. Endi nasib qilsa kurslarni olsa shifo berib qo'yar Allohim. O'zi mahsulotimizni qayerdan ko'rdingiz yoki kim olib berdi? Qizlarim topib keldi buni. Shu da qizim o'sha mahsulot bor ham shuni iching deb topib keldi. Ichib turibmiz endi. Yaxshi. O'zi mahsulotni iste'mol qilganingizdan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi sizda? Qanaqa birinchi haftaning qachon o'zgarish boshlandi? O'zgarishlar shu sekin-sekin ta'sir qilganini sezdim. Kechasi uyqu qochardi, uxlamasdan og'rirdi, oyoqni qimirlatsangiz og'rirdi. Qattiq og'riqlar bo'lardi, o'zi ham qaqshab og'rib turardi. Shu qaqshab og'rishlar yo'qoldi. Endi mana hozir shu tizlarni mana shu bugun qismida endi mana atrofda ozgina so'yaji o'shalarda og'riq bor. Endi ilgarisidan kechqurun ama jim to'g'ri yotsam og'riq uncha sezmayman. Ba'zi sal og'riydi endi. Oldin kuchli bo'lgan bu og'riqlar. Og'riq kuchli bo'lgan, uxlamay chiqardim. Uxlamay, charchab turib uxlab qoldi, shu bir uxlab olmasam shu og'ridi. O'shanga og'riqqa ham chidab endi yurganman. Endi ilojsiz. Tushunarli.